Rossiyaning Moskva shahrida 2006-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi 6 yilga qamalib ketdi. Sababi yerda yotgan bank kartasini ishlatgan. Bu bank kartasi esa Rossiya fuqarosina tegishli bo'lgan. Yerda yotgan kartani umuman ishlatib ko'rmagan. Albatta bu sizga tegishli bo'lmasa, videoga ko'proq like bosamiz, kommentariyada musofir do'stlarimizga atmetga qilib qo'yamiz. Musofir yaqin do'stlarimizga, qarindoshlarimizga endi Rossiyaga borgan 2006-yil, 2007-yil bolalarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Yerda yotgan karta nomerini olib aslo ishlatib ko'rmang. Ichida pul bormi, yo'qmi qamalib ketasiz. Hozirda Rossiyaning Moskva shahrida shundoq yerda yotgan kartalar ko'p. Bizaga kechqurun Qirg'iziston fuqarosi murojaat qilib chiqdi. Ya'ni bizaga Rossiyadagi deport zapretlarni tekshirtirgandi. Ya'ni bizning Rossiyaning Moskva shahrida ishonchli advokatlarimiz bor. Rossiyadagi deport zapretlarni 100% aniq tekshirib beradi va ochiladiganlarni sud orqali bekor qildirib beradilar. Telegram kanalimiz BKV'ga o'tib ko'rsangizlar, bilib olasizlar. Qaysi statya bilan zapret bo'lganlarni ochsa bo'ladi, qaysilarni ochib bo'lmaydi, bilib olsangiz bo'ladi. Shu murojaatlarimiz orasidan Qirg'iziston fuqarosi bu narsani ogohlantirib chiqdi. Iltimos aka, video qilib musofir do'stlarimizni, birodarlarimizni ogohlantirib qo'yinglar deb. Mana sizlarga mana shu akamizning gaplarini yetirdim, ogoh bo'lamiz. Yerdan telefon topib olasizmi, karta topib olasizmi? Aslo olmang. Yerda yotgan narsa yerda yotsin. Ogohlik davr talabi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.